Yoshlarning kitobga mehr qo'yishi kelajakda biror bir sohaning yetuk mutaxassisi bo'lib yetishiga zamin yaratadi. Yosh avlod yurt kelajagi, ertamiz egalaridir. Shu bois mamlakatimizda barkamol avlod ulg'ayishi uchun barcha sharoitlar muhayyo. Bundan ruhlangan bolajonlar turli yo'nalishlarda qator yutuqlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Mulohazalarimiz muxbirimiz lavhasida. Shahrizoda Odilova Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi 28-umumta'lim maktabi o'quvchisi. Bolaligidan badiiy ijodga juda qiziqadi. Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Iqbol Mirzo she'rlari jonu dili. Ularga havas qilib qalam tebratib keladi. Yaqinda respublikamizda chop etilgan Yurak sadolari ommaviy to'plamiga she'rlarning kiritilishi unga yanada qanot bag'ishladi. Baxtimsan ko'zmin chog'im, senla to'liq quchog'im, ma'rifatga o'chog'im O'zbekiston. Ko'tarayin kaftimda, istayin taftimda, senla bo'lish baxtimda O'zbekiston. Yanog'ingda quyoshing, doimo mag'rur boshing, ulg'ayaversin yoshing O'zbekiston. Yosh qalamkash shu yoshida qator tanlovlarda ishtirok etgan. Vatanni madh etuvchi she'rlari, o'ziga xos va mos satrlari ustozlar nazariga tushdi. Qo'limda jajjigina bir to'plam turibdi. Yonimda jajjigina bir qizimiz turibdi. Bu to'plam butun O'zbekistondagi viloyatlardagi iqtidorli yoshlarimizni to'plab, mana she'rlarini to'plamini chiqarishgan. Uni albatta qarsak olib qabul qilish kerak. Maqsad bularni iqtidorlilarni izlab topish, ularga ko'maklashish, she'rlarini chop ettirish, qolaversa bularni ruhlantirish umuman davlatimizning asosiy yo'nalishi desam ham bo'ladi. Sababi bular ertaga yangi O'zbekistonni poydevorini qurib, ana shunda yashaydigan insonlar shular. Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Cho'lpon kutubxonasida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Shahrizoda Odilova ham qatnashib, keksalar duosini oldi. Yosh ijodkor o'z tengdoshlariga yangi she'rlardan aytib, barchada havas uyg'otdi. Shu kuni Shahrizoda mazkur kutubxonaning esdalik sovg'alarini ham qo'lga kiritdi va kutubxonaning doimiy a'zoligiga qabul qilindi.